to'g'ri ovqatlanishning qanday bo'lishligi va nima ishlar bajarsanglar ichingizga yaxshi kelishligi haqida tushuntiraman. Birinchi navbatda har doim ovqatni salatlarni qo'shib va yog'li narsalarni ham iste'mol qilish kerak. Salat yeydigan insonlarda ham ich qotishi mumkin, ehtimol bor. Quyuq ovqat yeydigan kasal bemorlarda ham, odamlarda ham ich qotishi mumkin. Endi agar siz Yevropaga boradigan bo'lsangiz, juda ko'p insonlar salat yonida plus ovqat yeydi. Ular nimaga? Bular уже biladi. Ular mana shu narsalarni yesa ichi yaxshi kelishini biladi. Misol uchun ovqat yeganingizdan keyin обязательно kletchatkali narsalarni yesangiz, ovqatni ham yog'siz ovqat emas, hayvon yog'lari bo'lgan quyruqlar yoki boshqa narsalar yeydigan bo'lsangiz, o't suyuqligi yaxshi haydaladi. O't suyuqligi yaxshi haydalgandan keyin tabiiy yo'lda insonning qorni dam bo'lmaydi, ovqat yaxshi hazm bo'ladi va ichi yaxshi keladi. Bu birinchi variant. Ya'ni ovqatlanish. Ikkinchisi harakat. Oldinlari juda ko'p harakat qilishgan. Dalada ishlashgan, uyda ishlashgan tinmasdan, hamma narsani qo'lda yuvishgan, bolalarga qarashgan, yugurishgan u odam yo'q. Ya'ni tepadan siz ovqat beradigan bo'lsangiz, harakatingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'z tabiiy holatiga chiqib ketadi. Uchinchi narsa to'g'ri ovqatlanishda bu oldinlari insonlar kepakli nonlar yeyishgan. Kepak bu so'rilmaydi organizmga. Hozirgi oq nonlar pastki juda ko'p qismi so'rilib ketadi. Kepak yo'g'on-ichak, ingichka-ichak, umuman oshqozon-ichak sistemasida devorlarga yopishib, ovqatning qisman so'rilishini kamaytirib, ovqatni harakatlantirishni yengillashtirib beradi. Yana bitta ichda yaxshi keltiradigan narsa bu ovqatlanishdan yarim soat oldin yog'li kefirga 3-4 qoshiq zaytun yog'ini qo'shasiz va ichasiz, yeysiz. Yarim soat oldin och qoringa. Bu holatda nima bo'ladi? Siz o't suyuqligingiz to'liq bo'shalib, yana ovqatingiz yaxshi hazm bo'ladi. Gap qisqasi, operatsiya qilishni bilamiz. Operatsiyalarni qila olamiz. Ammo ko'pchilik bemorlarga konservativ lecheniani tavsiya qilamiz. Ya'ni operatsiya qildirgandan keyin qiynalmasin, qiyinchiliklar kuzatilmasin degan ma'noda konservativ lecheniya bilan yaxshi bo'lgan bemorlarni konservativ lecheniyaga tavsiya qilamiz hamma. Agar sizlarga to'liq oshqozon ichak sistemasi bo'yicha, ovqat hazm qilish bo'yicha muammolar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, har bitta mavzu bo'yicha bittalab muhokama qilamiz. Oshqozon ichak sistemasida muammolar uchramaydi va sog'lom bo'ladi bo'lishligi haqida hamma tushunchalarni, bor bilimlarimizni sizlardan bekitmagan holatda bildirib etamiz. Like bosib qo'yib, subscribe qo'yasiz.